Velosiped aylanadigan joy. Samarqandda turist ham juda ko'p. O'zimiznikilar ham juda ko'p ekan. O'g'lingiz uchun qo'yningizdan qaytaring. Qadayman qo'limni qaytarmang farzandingiz uchun berdim. Qo'yningizdan bering 1000 so'm bo'lsa roziman. Shim. Tashqaridan chappa qaramang akajonim, yuragingizdan Oling dedim, oling. Sizda omad ko'rindi, qo'yningizdan bering, roziman. 2 qadayol. Olsiz? Qo'yningizdan bering. O'g'lingiz uchun berdim, yuragingizdan bering, roziman. Shu kishiga uzatmadim, sizdan lekin bir yaxshilik ko'rindi. Qo'yningizdan bering qancha bo'lsa. Oling dedim-ku sizga, oling qaytarib. Nima berasizmi? Mayli oling, men oldim. Ham sizdan xafa bo'lmayman, lekin sizda bir yaxshilik ko'rindi, shu bugun qo'yningizdan bering. Sizchi qo'yingizni qo'ymang. Yuragingizdan bering, qancha bo'lsa ham rozi. Men kerak emas, menda bor. Ana shunaqa holatlar ham bo'lib turadi-da. Majburlab menga tasbih sotmoqchi. Mendan bir yaxshilik ko'ringani o'sha. Yaxshi insondan yaxshilik ko'rinadi.